Viloyati Quvasoy shahridan keldik. Uchaveramiz. Sizga og'irlik bo'lmasin. Ayol kishini hurmat qilaman. Bo'ldi, yashang. Yana mehmonimiz siz. Mana shu yerdagi odamlar hammamizni farzandimiz o'sha ichki ishlar ham. Odam ajratish yo'q. Sizga qadab qo'y, chunki qo'lingiz bu yoqqa ketib qolyapti-da, yaxshi eshitmay qoladi. O'shanga bu yerda odam ajratish yo'q. Qayerdagi odamlar bizni bir-biri bilan urushyapti. Ular bir nima ko'taryapti degan gaplarga ishonishmasin. Biz hammamiz ahilmiz. Mana shu yerdagi hamma odam, mana shu Guliranoyam qizimiz, o'sha ichki ishlar ham o'g'limiz. Shuning uchun unaqa hali provokatsiya qilishmasin. Bizi yurtimizga tosh otishmasin begona joyda turib olib. Men shularni bir gapirib qo'yadiganim. Hamma xalqni bir-biriga qayirmasin birov. Mana Feruzaxon kelibdi. Bu Feruzaxonni nimasi dunyoga tarqaladi. Efiri. Yaxshi. Shuning uchun hali do'stlarga aytib qo'yasiz, salom aytib qo'yasiz. Shu to'zi do'stlarim ham ko'rmayapsiz? Yo'q, hali temir do'stlarimizga aytib. Ha, bo'ldi. U bizni do'stlarimiz emas, u bizning millatdoshimiz, o'zbek. O'zbek. Va SSRda aytib qo'y, bunaqa ayollarni haqorat qilmasin biz ayollar. Hali xudo xolasa yer tumaloq, uchburchak bas, uchrashib qolamiz Moskvalarda. Xudo xolasa. Qani yana kim gapiradi? Gapiradiganlar bormi? Demoqchi bo'lganimiz, agar uyimizga o't ketib qolsa, xudo ko'rsatmasin, bir nima bo'lib qolsa, qo'shni yordamga keladi. Temir yordamga keladi. Siz o'tgan safar internetga meni olmaylardi, izoh olsak bo'ladimi? Olmaylar deganda unda meni shaxsiy daxlsizligim bor. Yo, siz hozir kelib o'zingiz imini gapiryapsiz-da, o'tgan safar lekin men sizni aynan bularni beqob turing SSR hozir xohlashyapti. Yo, to'xtangda, gapni anaqa ma'naviyatli, madaniyatli muloqot qilaylik, u uzoqda turib gapirmaymiz. Kimga gapi bo'lsa marhamat. Gapingiz bo'lsa keling. Siz o'tgan safar ichkariga kirgizdirmaganda bu ayol o'zi ichkarida nima qilib turibdi? Yana bitta narsani provokatsiya qilgani men o'zi ko'zim bilan mana hozir Gulirano Qosimaga qarab so'radim. Keling, xohlasangiz gaplashamiz deb. Lekin inobatga omadli ichkariga kirganimizda ham salom bermadilar. Men ularning salomiga muhtoj emasman, lekin shunaqa holat bo'ldi. Hozir bu ayolni ichkarida biz ko'rdik. Ko'sa bo'ladimi? Ha, gap aytavering. Men aytib qo'yaman. Aha. Mana assalomu alaykum. Avvalambor ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Qarab gapiravering, aha. Avvalambor har bir inson o'z fikrini aytishga, masalan, nima, to'g'rimi? Fikrimni aytishim mumkin. Albatta-da. Mana men kelishimga ham sabab, oldingi safar bir chiqib men ikkita savod so'z deb qo'ygan gapim bo'yicha bir minutga o'g'lim bo'ladi. Men bir minutga to'xtab eshittiring. Men o'g'lim bo'ladi. Shu gapimni oxiriga aytayole. Ichki ishlar xodimlari bu yoqqa keling. Ichki ishlar xodimlari bu yoqqa keling. Shuni aytaylik. Ichki ishlar xodimlari kelinglar. Mana bu ayolni yo yeplinglar, yo bir narsa qilinglar. Men hozir ariza beraman. Har safar provokatsiya qilyaptilar kelib. Marhamat qarashing, shu shaxslarni qilib, shu ayolni shaxslarni qiling. O'tgan safar ham xuddi shunaqa meni haqorat qilgan. O'tgan safar ham meni haqorat qilgan. Hozir ham kelib haqorat qilyapti. Aniqlang shaxsini. Shaxsini aniqlang. Shaxslar men sizga gaplashganim yo'q. Siz voya kirganimda men sizga salom berishingiz kerak. Yo, sizga oldin salom berib gaplashadi. Savol bering. Savol berib gaplashadi. Salom berib gaplashadi. O'zingiz ayting. Avvalo Feruzaxon, sizga katta rahmat. Uzoqdan mana shunchalik oqqa qaramqoraga chiqarib keldik. Avvalo sizga katta rahmat. Jasurbek yuqqan oilasidan chiqqan. Biz kirolmadik. Yuqqan oilasidan chiqqan namunali bola. Unaqa ishlarga aralashmagan halol bola edi. Ular uni 3 ta voyaga yetmagan farzandi bor, onasi bor.
ayoli bor. Hurmatli ichki ishlar xodimlari o'tgan safar ham xuddi shunaqa 4 tasi kelgan, xuddi shunaqa provokatsiya janjali boshlagan. Bugun ham hozir shaxsiga aniqlab. Aha. Bo'ldi, men ariza yozib ketaman, albatta. Ular bilan gaplashaylik-da. Opalar, hurmatli fuqarolar, nima o'tasizlar endi? Ha. Nima ekan? kishiga bermang. Men gapiraman hozir. Bular Men sizning nechtasimisiz? mayli, yo'q, eshitaman. Men sizni gapingizni aynan o'tgan safar ham eshitib qoldim. Ha, men O'tgan safar o'shancha keldim men. gapirmasdan ketdingiz. Men yo'q, men o'tgan safar kelganim yo'q men. Ha, siz Men- o'sha sud bo'lmasligini bilganingiz o'tgan. Yo'q, so'z bo'lmasligini bilganim yo'q emas. Ha. Boshqa ishim chiqib qolgan meni. Ha, bo'ldi, Tushundingizmi? qarashu, eshitaman sizlar. Gapiravering, yo'q, gapiravering. Avvalambor men savodsiz degan gapimga bular achcho kelyapti. Ha? Men ichki ishlar tizimidan hech kim norozi bo'lmaydi. Gaplashtiring. Ichki ishlar tizimi bor ekan. Bizni osoyishtaligimiz, tinchligimiz saqlaydi. Ichki ishlar bor ekan. Yo'l parak harakatda patrul xizmatlari, yo'llarimizni nazorat qiladi. Bu yerda biz adolatsizlik ko'rib turib, masalan, o'shinga Ya siz gaplashtiring. adolatsiz degan Gaplashtiring. fikrga hozir gaplashtiring. adolatsiz hozir bir minut. Gap Biz bo'ling. so'roq savol qilyapmiz. Olaylik, keyin gapirasiz, xo'p? Xo'p, adolatsiz degan fikrga qayerdan keldingiz? Hozir kassatsiya instansiyasi ketayotgan Ya bo'lsa. bildi eshitding. Mana hozir siz o'zingiz ayting. Nima Mana dedim? ichki ishlar tizimida, ichki ishlar Qachon tizimida. nima dedim men ichki Ya, ishlar ya, tizimi siz meni- haqida? Meni gapimni bilib aytingda. Meni eshitasizmi? Ya, siz eshitasizmi, gapiring eshitasizmi? axir. Maqsadga o'ting, nima demoqchisiz ayting. Maqsadimi? Maqsadi mana ichki ishlar tizimidan biz norozi emasmiz deyapman. Hop. Ichki ishlar tizimi bizni osoyishtaligimiz, tinchligimizni saqlaydi. Lekin shu sohada qanchadan qancha nohaqliklar, adolatsizliklar bo'lyapti, to'g'rimi? Men bu faqat ikkalasini aytganim yo'q buni. Ichki ishlar tizimimizda bo'layotgan nimalarni aytyapman. Bularda siz bilan bizga qo'yib qo'ygan yo'q. Bularni sud hal qiladi. Kim haq, kim nohaqligini. Sud hal qiladi. Nimaga ikkita savodsiz deysiz? Keling, yaqinlashib Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji aka, sog'lar yaxshimi? O'sha kuni siz aytdingizki, ikkita savodsiz orqasidan shuncha odam ovora bo'lib turibdi dedingiz. Ikkita dedingiz, imini ikkita dedingiz. Siz bular savodsizligini bilmaysiz-ku. Bitta narsa, balki o'qimishlidir. Balki bilimlidir. Shunday ha, eshittiring. Men uy so'rab qilmayman. Gaplashtiring. Ani men gapimni eshittiring. Kimni bilmang. Hop, men aytgan gapim. Men qarang, shu insonlar o'zi noqonuniy qonundan chiqib ketmasdan, masalan o'sha o'zini vakolat doirasida agar chiqqanda shunaqa holatlar bo'lmasdi. Siz Bitta gapni eshittiring. Vakolat doirasidan chiqmaslik kerak edi. Tushundingizmi? O'zi vakolat doirasidan chiqib ketib, masalan o'sha noqonuniy buyruq berganmi, qanaqa buyruq berganda ham to'qqizta odam jabrlangan. Siz deganingizga javob berib. Savodsiz deganim agar bu o'shida haqiqiy o'zi bilimli bo'lganda, o'sha noqonuniy nima bermadi. Meni qizim Toshkentda o'qiydi hozir. Nima deysiz? Ishlar yordam berish kerakmi meni? Ichki ishlar agar bizga bitta narsa Foydasi tegadi. o'g'irlik bo'lsa ichki ishlarga murojaat qilamiz. Jabr tortsak ichki ishlarga nima qilamiz? Ichki Ishlar kerakda bizga davlat ishlar yordam beradi. Ya, gapingiz aka, ayting, keling. Yaqinroq keling, biz ko'proq qilmaymiz. Omma to'plashimiz kerak emas. To'plashimiz kerak emas. Mayli to'planinglar, lekin omma to'planib ketib qolyapti. Kecha tasdiq yuz kelib qolyapti opajon. Shuning uchun kerakli odam bilan muloqot kerak, lekin qolganlarni chetga. Yo, shuning uchun o'sha o'tgan safargi odamlar hozir gapirishdi. Hozir opa, men qarang. Bular haqida. Ha? Yaqinroq keling. Jinoyat aka, yuzlari aniq. Men mana shu Jasur Rasulovni ham mahallasidan bo'laman. Yo'q, Qattiqroq gapiring. mahallasidanman. Jasur Rasulovni mahallasidanmiz. Biz shu yoshligidan shu bizni qishloqda tartibli, intizomli bola sifatida hamma xalqning nomidan gapiryapman-da men. Mana o'qishdan boshlab, o'qishni bitirib Quvasoyda, undan keyin Yangiqo'rg'onlarda ishladi. Faqat taqdirlanib, yaxshi 18 yil ishlab turib, bitta shu bo'lmagan narsani orqasidan Hozir gapiryapti. hukumatga uchrab o'tiribdi. savol javob qilib oling, qolganlarniki gap. Yo, gap bo'lsa kesin. Yengillatish sudlardan nima deydi? Adolat talab qilamizda bizdan. 17 kun bo'lganda opa 17 kun ishladi. Xo'sh, Yangiqo'rg'on rayonidan Buvaydagi nimaga, Furqat rayoniga endi 17 kun bo'lganda shu ish bo'ldi. 17 kun. 18 yil ishlab qo'ygan bu yigit. Akalar iltimos ulardan. Boshqa harakatda transportlar bo'lmaydi. O birchiga o'tib olinglar, sizlar iltimos ulardan.
Rahmon aka. Nima qiling, bo'ldimi? Bo'lmasa bo'ldim, boshqa hech kim gapirmaydimi? Bo'ldimi? O'tgan safar gapirmaganlar gapirsa ayting. Ana o'sha yerda hozir militsiyalarga da'vo qilyapti. Axborot bermasdan turib kirgan deyapti, to'g'rimi? Birinchi axborotni bergan odam aytayaptiki, yosh bola o'quvchi qizni olib kirib ketdi deyapti o'sha yoqqa. To'g'rimi? Militsiya xodimi majbur kirgan o'shga. Shu agar kirmaganda, agar o'quvchi bo'lganda gapi bo'lsa kelsin oldimga. Marhamat, men uni oldiga yugurib bormayman-ku. Keling, keling. Hozir men bular bilan gaplashyapman, tugatib olay. O'quvchi bo'lganda jinoyat bo'lamidi? Militsiya kirmaganda deyapti. Tuhmat bo'lyapti deb aytdi. Ham yaxshilik qilib, ham balo qolib, ham o'shancha yil o'qib, akademiyani bitirgan odam prokuror bo'lishi mumkin, sud bo'lishi mumkin, advokat bo'lishi mumkin, sadaqa blogi bo'lishi mumkin. Endi hozirga kelib turib, shu ahvolda turishi yaxshimi? Adolatmi shu? Endi adolatni qaror toptiradigan sud. Sud qarori bilan bizning ardimizda aytib qo'y, menga hech kim emas ekan u ya. Men prosta vijdondan chiqarib gapiryapman. To'g'ri. Haqiqatni ro'yobga chiqishiga mana sizlar sababsizlar. Sizlar qilinglar, Xudo qo'mirlarni bersin, amallarni bersin. Yordam beringlar. Yaxshi bo'lsin, bulardan bola chaqasi bor, yig'laydi, hech kim qamalmasin. Qamalganda uyda bola chaqasi yig'laydi. Xudoning g'azabi keladi u odamga. Tuhmat yomon narsa. Tuhmat qilgan odam borki, tuhmat bolasiga uchraydi baribir. Oldin odam o'zini o'ylash kerak. O'shda kirib o'shna bola holatda yotmaganda shu ishlar yo'q edi. Pul kerakmi? Bankka borsin edi. Keling. Mashamaka turuvdilida kuni bilan. Ayting, nima demoqchisiz aka? Men Jasurbek Rasulovning qo'shnisi Yo'q, kuni bo'laman. bilan turuvdilar. Qo'shnisi bo'laman. Bu endi hozirgi mana bu bo'lgan ish. Bu odam kuni bilan turganda. Yo'q, mana videoda ham ko'rasiz bemalol. Videoda ham hozir ko'rasiz. Bemalol mana shu meni videomni ko'ring. Uni oldin menga kelib men gapiradiganlar to'xtab turing, bular gapirib olsin deydi. Katta bo'lgan, men uni bunaqangi ish qilishiga hech ishonmayman. U ikkinchi o'tgan safar mana shu yerda aytildi, uni savodsiz deb. U 5 yil ana shu yerda Suvorskiyda o'qigan, Farg'onada. Undan keyin 5 yil akademiyada o'qidi. Qanaqasi bu savodsiz bo'ladi? Uni savodsiz deyishga haqqi ham yo'q. Agar savodsiz bo'lganda bu darajaga yetmasdi ham. Shu unvonlarga chiqib ishlamasdi ham. Men faqat bu narsa aytmoqchimanki, adolatni qaror topishini xohlayman. Sud adolat qaror toptirsin. Shuni xohlayman. Qarash. Nima gapingiz bor, ayting. Siz nima savolingiz bor? O'tgan safar aytdingiz, men keldim, ular qochib ketdi, kelolmam. Mana keldim, savolingizni bering. Yo'q, haqiqatan ham siz nima deb o'ylaysiz? Soat 2 da, rovna 2 da advokat, siz, o'sha soliq inspeksiyasining rahbari, uchalanglar rovna 2 da sud qoldirilishini yo bo'lmasa sizlar kelmasliginglarni, sudga qatnashmasliginglarni aytdinglar. Tushundim. Siz xabarnomani ko'rdingizmi, iltimosnomani ko'rdingizmi, nechinchi kuni qaysi chizib yo'q, meni xabarnoma, iltimosnoma so'rab beradigan vakolatim yo'q. Yo'q, vakolatingiz bo'lmasa, ko'rmasdan turib qanday aniq aytyapsiz, o'sha kuni 5 minut qolganda xabar berdingiz. Ko'rmadingizmi videoni? Yo'q, siz yo'q, to'xtab turing. Men imенно mana shu narsaga aniqlik kiritish uchun agar ko'rgan bo'lsangiz, kirib sudni pomoshigini chaqirdim. Chaqirib, xo'p, soat nechida xabar berildi, sud qoldirilishi qachon bo'ldi? Chunki sudga yarim, salkam bir 10 ta odam kirib bo'ldi. Agar o'tgan safar kelganingizda bilardi hamma 10 ta odam kirib. Hatto men ham KPPdan o'tib borib bo'ldim. Meni eshityapsizmi? Yo'q, siz hozir aytyapsiz-da. Hozir meni eshityapsizmi? Xo'p, shuni oldinroq oldinroq bilish mumkin aytish mumkin. Siz sekin gapiring, eshityapman. Yo'q, agar sizga yo'q, to'xtang. Sizga meni gaplashishim yoqmasa, mana oldimga kelishingiz shart emas. Yo'q, yoqmasa, yo'q, men sizga aytyapman. Nechida kel? Qachon aytdim? Qayerda aytdim? Men Gulirani qochib ketdi. Gulirani emas, men kelganim uchun ular kela olmadi, qochib ketdi deganingiz uchun kelyapti. Yo'q, Gulirani kela olmadi deganimni keltirib bering. Marhamat, men Gulirani kela olmadim. Pasportni saytida patrul xizmati. Bunaqa omma bo'lishi jamoat tartib buzilishi sabab bo'lib qolyapti. Sizlarga qonuniy talab qilyapman. Bu yerda tarqatish so'rayman men sizlardan. Marhamat qilib. Tarqaylar haminglar. Advokat bilan gaplashaylik, ketdik. Ana Kulbek qayerga ketib qoldi endi?
Xullas, shunday gaplar, o'rtoqlar. Afsus, endi bir yaxshi muloqot qilamiz bugun desak, ichki ishlar xodimlari bizni birimizni ikki qilishmadi deydi. Hazillashyapman. Xullas kalom, intervyuimiz oxirigacha olishi imkoni bo'lmadi. Sababini aytaman men buni. Hali keyinroq to'liq o'sha sud haqida ham gapirib beraman. Hozirgi muloqotimiz ham normal muloqot bo'lmasdi, chunki boyagi nargi do'stlarimiz, ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz buni aynan borib ayt deb shunaqa tipa bir nima desam ekan, provokatsiya desam, balki to'g'ridir, balki noto'g'ridir. Xullas kalom, shunga o'xshagan sal holat bo'lib qoldi. O'rtoqlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz hozir advokat Qulbekov bilan ham gaplashmoqchi edik. Hozir nimagadir ko'rmayapman, odamlar ketsin tarqalsin, bu yerda turmasin dedi, ko'payib ketdi. Keyin men bitta ariza qildim hozir shu yerning o'zida provokatsiya qilayotgan bitta ayol to'g'risida, chunki u o'tgan safar ham 4 ta ayol bo'lib kelib xuddi shunday provokatsiya qilishgan. Hozir ham bu yoqqa o'tib janjal boshlab to'polon boshlagandi. U qarayapman, Gulirani Qosimani oldida turgandi. Hozir biz aniqlik kiritamiz, shaxsiga ham kim ekan u ayol, qanday keldi, qanaqa qarindoshi, yo qanaqa tanish bilishi, nima maqsadda, nima sababda kelganini ham aniqlashtirib sizlarga keyin javobini aytamiz. O'rtoqlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hozircha Andijon viloyatidagi efirimiz yakunlanadi. Tinch bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom eting.